Tortmali ofisning shkaf yig'ilishi. Ichidagi mayda detallarni cho'chib olamiz. Shkaf orqa qismini shurup bolt orqali qotirib chiqamiz. To'rtta joydan qotiriladi. Keyin yon qismlari qo'yib chiqiladi. Uni ham shurup bilan qotirib chiqiladi. Bu shkafning tepa bilan past qismi. Qalin qismi pastga o'rnatiladi. Ingichkasi tepa qismiga o'rnatiladi. Buni ham orqasidan shurup bilan qotiriladi. Shkafning tom qismi shurup bilan o'rnatiladi. Bu ikkita detal shkafning o'rta qismiga o'rnatiladi. Bu kichkina detallar shuning ikkitasini o'rtasiga qo'yiladi. Orqa tarafidan shurup bilan qotirib chiqiladi. Bu kichkina detallar tortma uchun xizmat qiladi. Buni orqasiga qotiriladi. Bu shkafning o'rtadagi qavati. Bunisi pastki qavati. Tagidan shurup bilan qotirib chiqiladi. Shkafning ichki qismidagi qavatlarni ko'tarib turuvchi moslama o'zimizga kerakli bo'lgan joyga qotirib chiqamiz. Eshiklarni ushlab turadigan moslamasi to'rtta tomonga qotiriladi. Shu orqali eshiklar qo'yib chiqiladi. Shkafning pastki eshiklari ruchkasining ichidan kalitlari olinadi. Shkafning tortma qismini yasash jarayoni. Tortma mexanizmi ikkiga ajratiladi. Mexanizm katta qismini shkafning ichiga o'rnatiladi. Mexanizm orqali birinchi tortma joylab olinadi. Ikkinchi tortmaning mexanizmlari o'rnatiladi va ikkinchi tortma ham joylanadi. Shkaf yumshoq yopilishi uchun maxsus detal tepa va past qismlariga o'rnatib chiqiladi va shkaf tayyor.